Sharqiy Turkiston xalqi tarixdan buyon dunyoga o'z madaniyati, urf-odati, mehmon do'stligi, yemak-ichmiki, yer osti boyliklari, iqlimi, jug'rofiyalik o'rni, diniy va milliy kimligi bilan tunilib kelgan edi. 1949-yili Xitoy tajovuzchilari Sharqiy Turkistonga bosib kirib, xalqaroning ko'zini bo'yash maqsadida atalmish Xinjiang Uyg'ur avtonom rayoni deb o'zgartib e'lon qildi. Ana shu kundan boshlab Xitoy kommunist hukumatı dunyoga yushurun holda Sharqiy Turkiston xalqiga insonning aqli yetmaydigan zulmlarni qilishga boshladi va dunyoga Uyg'urlarni terrorchi deb tunutish maqsadida qatliamlar boshlatdi. 1990-yili 4-ayning 5-kuni Barin inqilobi. 1997-yili 2-ayning 5-kuni G'o'lja qatliami. Ayning 26-kuni Shaugan qatliami. 2009-yili 7-ayning 5-kuni Urumchi qatliami. 2014-yili Yarkent Ilishqu qatliami. Mushulardek nurg'un qatliamlarda necha 10 minglagan Uyg'ur xalqi jenidan, melidan, oilasidan ayrildi. 我们一个民族，那地方很过来的吗？藏族、大汉之吧，看的原起码他死了没有了，完了。 我们啥事情都没有，这把熟悉的做的嘛的才清正事，是把这城市他的意思，他们的意思吗？这新疆人维吾尔族全部杀死佛的呢。Begunoh xalq turmalarga tashlandi. O'z haqqini, jenini, iffetini qo'g'dash uchun zolim Xitoyga qarshi mujodala bergan Sharqiy Turkiston xalqi Xitoy kommunist hukumati tomonidan dunyoga terrorchi deb tunilib kelindi. Xitoy hukumati butun qatliamlarni parda orqasida turib planlab, qo'y terisiga yo'ginib olgan bo'ri rolini o'ynamoqda. Uyg'ur xalqini qurbonlik qilib, asli terrorchining o'zi ekanligini yoshirib, hozirgi kunga erishgan Xitoy kommunist hukumati Uyg'ur xalqiga qilib kelayotgan zulmlarni kundan kunga og'irlashtirib mangmoqda. Yaqinqi 3 yil ichida Xitoy kommunist hukumatı 3 milliondan oshgan Uyg'urni jazo lageriga qamab, og'ir darajada zulm qilishni davom qilyotdi. Ota-onasi jazo lagerlariga qamalgan sabiy farzandlarni farishtalar uyi degan yolg'on nomlar bilan bolalar lagerlariga qamab, sirtqi dunyo bilan ko'rishtirmay, o'z ona tilidan ayirib, xitoylashtirishdan iborat rezil planlarini ishga oshirib kelyotdi. 我叫安妮娃儿。喜欢你的老师吗？ Yüzlerce Xitoyga qaytirib etilgan Uyg'ur o'quvchilarining ta hozirgacha hech bir izdirki bo'lmayotdi. Uyg'ur qizlari tajovuzchi Xitoylar bilan to'y qilishga majburlanayotdi. Muhammad Salih Damullam, İlham To'xti, Zulfiqar Barat, Abdulqodir Jaloliddin, Xalmurat G'opur qatorliq nurg'unlagan begunoh insonlarning bir qismiga qari chaplab, muddatsiz qamoq jazosi, o'lim jazosi, uzun yillik qamoq jazosidek jazolar bilan qamab, izdiraksiz yo'q qilishni davom qilyotdi. Lager sirtidagi xalqni lager ichidagi xalqdan farqsiz hayotda yashashga majburlayotdi. Irqiy qirg'inchilik bilan to'xtab qolmagan din dushmani Xitoy Sharqiy Turkistondagi masjidlarning %70ni cheqib, qolganlarini Xitoy amaldorlari uchun ish o'rni, ko'ngil etish klubi qilmoqda. Xitoy kommunist hukumatining yolg'onchiligining haqiqiy shohidlari bo'lgan Bahargul Jelilova, Mehrgul Tursun, Sayragul Savud, Zumrat Tursun, Hurriyat Abdullah qatorliq jazo lager shohidlari haqiqatni oshkorlasa, Xitoyning urug' tuqqanlarini, qarindoshlarini texmi ezib xo'rlaydiganligini, hatto o'ltirib yetadiganligini bilib tursa-mu, yana voz kechmay Xitoy kommunist hukumatining haqiqiy yuzini dunyoga ochib berdi.
dunyoning har qaysi yerdan Sharqiy Turkistonga berib, hozirgi vaziyatini o'z ko'zi bilan ko'rib, shahid bo'lgan bir qancha haqqoniyatchi muxbirlar Sharqiy Turkistondagi ziyoratlarida Xitoy soqchilari tarafidan o'zlarining uchirgan to'salg'ulari, har tarafdagi chiroy tunish kameralari, soqchi besib olgan mahallalar qatorliq Uyg'ur xalqining ichinishli hayotini birma-bir dunyoga anglatdi. Xitoy kommunist hukumatining kasbiy tarbiyalash ismi bergan jazo lagerlaridan ayol demasdan jismoniy xo'rlash, jinsiy parakandichilik, mengi yuyish, palach qilinish, ayol birdek tug'mas qilinish, ich organlari majburiy elinib setilish, asti xarakterlik okullar bilan qaslab o'ltirishga o'xshash nurg'unlagan insonning aqli yetmaydigan zulmlari dunyoga oshkorlangandan keyin butun xalqaro jamiyatda o'z o'rnini yo'qotish girdobida turayotgan Xitoy kommunist hukumati Uyg'ur xalqiga har xil suiqasdlarni o'rinlashtirib qora chaplamoqda. Atalmış Uyghur Abdunum rayonining Qo'nchaq raisi Shuhrat Zakirga axborot yig'ini o'rinlashtirib berib, %90 o'quvchilarning kasblarini bitirib, oilasiga qaytganligini, xalqaroga oshkorlangan jazo lagerlari haqidagi hujjatlarning yolg'on ekanligini, Uyg'ur xalqining diniy va milliy jihatdan erkin, ozod yashayotganligini bildirib, xalqaroning ko'zini bo'yamoqchi bo'ldi. Undaqda Shuhrat Zakir aytgan %90 odamlar hozir qayerda? Nimishqa oilasi bilan aloqa qura olmaydi? Diniy va milliy erkinliklari bo'lsa, nimishqa masjidlar taqoq? Uyg'ur xalqining ismlari nimishqa Xitoy ismlariga almashtirildi? Nimishqa ona tili bo'lgan Uyg'ur tili ma'rifdan chiqarib etildi? Mana bular Xitoyning har zamon javoblashdan qochgan savollari. Mana bu Xitoy kommunist hukumatining haqiqiy yuzi. Dunyo 3 maymun o'ynashdan voz kechib, haqiqiy terrorchining Xitoy kommunist hokimiyati ekanligini ko'rish kerak. Sharqiy Turkiston xalqi hech bir zaman terrorchi bo'lmadi va bo'lmaydi. O'z vatanining erkinligi uchun oxirigacha mücadele qiladi. Dunyo xalqining unutmasligini umid qilamiz.